Bugun sizlar bilan 1-10-19 hamda 28 sanada tug'ilgan ayollarni silniy storonalari, slabiy storonalari hamda o'zlarini bilmaydigan qobiliyatlari, balki biladigan, lekin realizatsiya qila olmaydigan qobiliyatlar haqida gaplashamiz. Bunday ayollar lider, novator, ya'ni yangi g'oyalarni bu hayotga olib keladigan. Qanaqangi sfera bo'lishidan qat'iy nazar, ular hech qachon kimdandir kopirovka qilmaydi, balki o'zini g'oyalar generatori miyasidan o'ylab chiqaradi. O'zini ortidan juda ham ko'plab insonlarni ergashtira oladigan. Qanaqangi ishda ishlashidan, qanaqangi kompaniyada bo'lishidan qat'iy nazar, ular direktorlik lavozimigacha chiqib borishadi. Ular uchun podiyom juddalar ham oson, qachonki ular plusda bo'lishsa. Minusda bo'lishsa, ular o'zini liderstvasini umuman ham qabul qilmaydi, o'zini qobiliyatlarini обесценивать qiladi, o'ziga ishonmaydi, o'zini liderskiy potensialini prokachat qilmaydi. Ayollar hayotida hamma jabhada nomer 1 bo'lishni juda ham yaxshi ko'radilar. Bundan tashqari, ular har doim sentr vnimaniyada bo'lib turishlari shart va zarur. Liderlik darajasiga chiqish uchun kuchli hamda mo'shniy potensiali bor ayollar hisoblanadi. Ular zo'r organizator, juda ham ответственный inson hisoblanadi. Agarda siz biznesingizga 1-10-19-28 sanada tug'ilgan ayollarni olsangiz, agarda o'sha ayollar plusda bo'lishsa, o'zlarini полностью качестволарni rivojlantirgan bo'lishsa, albatta sizni biznesingizda ответственный hamda zo'r organizatorskiy sposobnosti bor inson bo'ladi. Ular juda ham omadli, vizuchi. Shunaqangi hayotida podiyom oson, ya'ni ko'tarilish qaysi sferaga kirmasin, u past уровеньda qolib ketmaydi. Masalan, restoranga mana shu sanada tug'ilgan ayollardan biri posudomoykaga ishga kiradi va hech qachon posudomoykada uzoq muddat qolib ketmaydi. U yoki shef-povar darajasigacha yetadi, yoki bo'lmasa shu restoranni upravlять qiladigan upravlenец sifatida ham ish yuritishni boshlaydi. Nimagaki unda qon tomirlarida, neyronlarida mana shunaqangi qobiliyatlar bor. Buni tashqi muhit, atrof albatta sezadi. Shu joygacha 1-10-19-28 sanada tug'ilgan ayollarimizni prям zo'r pluslarni qarab chiqdik. Ana endi esa minuslarni qarab chiqamiz. Minuslari bu, ya'ni shunaqa zo'r kelajagi bor, shunaqa zo'r qobiliyatga ega, lekin bu ayol o'z o'rnida emas. Nima uchun? Qaysi bir uni kачествоsi, qaysi bir uni xarakteri yoki bo'lmasa qaysi bir tutayotgan yo'li uni minusga qarab olib ketyapti. U o'z o'rnida zo'r lider, novator bo'lishi mumkin, lekin nima uchun u mana shu qobiliyatlarni shakllantira olmayapti? Shu joylarni ko'rib chiqamiz. 19-28 sanada tug'ilgan ayollarimizdagi minuslari: egoizm, gordinya, giperkontrol, delegirovать qilishni bilmaslik juda ham ularni minusga olib ketadi. Ya'ni faqat men o'zim qilishim kerak, men qilganimni hech kim qila olmaydi. Faqatgina men hamma narsani joy-joyida idealniy darajada qila olaman. Birovning qilgan ishidan umuman ham ko'ngli to'lmaydi. Ya'ni ishda вечные дети, ularning qo'lidan kelmaydi hech qanaqa ish. Dokumentni to'g'rilashga men chopishim kerak, qanaqadir organizatsiyaga ham o'zim chopishim kerak. Bularni qilayotgan narsasi menikidek chiqmaydi. Yoki bo'lmasa uyga kelganda ham farzandlarga ishlarni bo'lib berish, delegировать qilish umuman ham yo'q. Faqat hamma narsani kontrolga oladi. Posudadan tortib, changini artish, uyda kiyimlarni taxlanganigacha kontrolni hammasini o'zini qo'liga oladi. O'xshamagan bo'lsa, обязательно tuzatadi. Shu joyda aytib o'tmoqchiman. Yoshligimda men jonimni berib, shu ayamga yo'qay deb tepa uyimiz ikkinchi etajimiz bo'lardi. 4 ta uyda ertalab chiqib ketsam, bozor kun bir kun dam olishga o'zimcha shu bozor kun bir kungina ish qilaydim. Ertalabdan soat 1 gacha ayam kelganlarcha bozordan tozalaydim. Tozalab chiqqanimdan keyin ayam kelaysilarda обязательно как revizor tipaga chiqib, hamma narsani tekshirib, mana shu joy qolib ketibdi. Mana bu chang qolib ketibdi. Mana bu joyda olmabsan. Mana bu joyda taxlamabsan deb chiqaydilar. Men o'zim aytaydim, shuncha yuragimni berib qilib chiqdim, nima uchun ko'ngillari to'lmaydi deysdim. Обязательно ayam qaytadan mana shu uborkani qilib chiqaydilar. Men aytaydim, nima uchun ayam bunaqa deb. Lekin оказывается haqiqatan ham ayam 1-sanada tug'ilganlar, bu ayam uchun oddiy holat. Men sifroy psixologiyaga kirganimdan keyin namnoga lучше tushuna boshladim. Ayam hech qachon delegirovать qilmaganlar. Hamma mas'uliyatni o'zlarining bo'yinlariga olganlar. Har doim o'zlari ideal sifatida qilganlar va juda ham charchaganlar. To o'sha mana bu hovlimiz bo'lardi, hovlimizda nima g'ishlarni ham даже ustomas, o'zlari o'sha g'ishlarni qo'yib chiqadilar. Ayol bo'lsalarda. 3 oyda oqlash deysizmi yoki bo'lmasa перестановка deysizmi? Erkak sifatida mana shu mas'uliyatni olib, hamma divanni surish, siljitish, hammasini o'zlarining bo'yinlariga oladilar. Mana bu narsa ularning silniy minusi hisoblanadi. Ular doimiy ravishda delegirovать qilishda, ishda uyda ham delegirovать qilishda o'rganishlar kerak bo'ladi. Ya'ni ishda qaysidir rabotniklarga bo'lib berish, uyda esa farzandlarga har bir ishni bo'lib berib, ularga ishonishni boshlab o'rgatish kerak. Yangi qanaqadir bir g'oya miyasiga keladi, mana shuni realizatsiya qilish uchun qanaqadir shakchalarni bosadi va shunaqangi katta kuchli qo'rquv unda paydo bo'ladi. Liderskiy potensialiga, organizatorskiy potensiallarga ishonmaydi. Qo'rqib birdaniga apatiya holatiga tushib qolishi yoki mas o'sha g'oyadan birdaniga отказ qilib yuborishi, просто tak Allohga tavakkal qilib sinab ko'rishni emas, balki shunchaki voz kechishni tanlab qo'ya qolishi ham bu ularning minuslaridan biri hisoblanadi.
yoki bo'lmasam bir ishni boshlab yarmigacha olib kelib mana shu yarmida qoldirish, insonlarga davleniya, o'zini liderskiy potensialiga ishonmaslik. Mana bu hammasi bu ayollarimizni silla minusga olib ketadigan qobiliyatlardan biri. O'zlarini hayotda vezuchiy, nomer 1 shunaqa liderskiy potensiallari borligiga ishonmaganliklari tufayli kimnidir qo'lida yillab ishlash ularni silla minusga qarab olib ketadi. Ular kimnidir qo'lida ishlash kerak emas, balkim o'zlarini ishini ochishi hamda ortidan ko'plab insonlarni ergashtirish kerak. Pri этом giperkontrol, ужасный bosta yaratishlari kerak emas. Shunchalik darajada ular liderskiy potensiali o'zlarining intellektualidan, fikrlashlaridan kelib chiqqan holatda обязательно shunaqa boshliq bo'lishlari kerakki, hammani tushunadigan, hammani joy-joyiga qo'yadigan, ham haddan ziyod giperkontrol qilmasdan insonlarga ishonib ishlarni topshira oladigan direktor bo'lishlari shart. Delegирование qilmaganliklaridan, hamma ishni o'zlarining yelkalariga olib, hamma sferada o'zlari chopganliklari uchun ular o'zini shaxsiy hayotiga umuman ham vaqti bo'lmaydi. Eng asosiysi o'z ishini ochishdan qo'rqish va men har doim tengda, kimnidir ortida, kadr ortida bo'laversam ham bo'ladi degan fikrda yashash bu juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Agarda aytib o'tgan ma'lumotlarimdan sizda minuslar ko'p bo'ladigan bo'lsa, немедленно o'z ustida ishlashni boshlashingizni tavsiya qilaman. Chunki bu sifroviy psixologiya qachonki men mana shu minuslarimni plusga qarab o'zgartira boshladim, meni hayotim ham, meni butun boshli hayotim har bir yo'nalishda butunlay o'zgara boshladi. Mana shu aytib o'tgan kачестволаrimdan qaysi biri sizda haqiqatdan ham bor, qaysi biri minusda, qaysi biri plusda ekanligini anglashlaringizni kommentariyada qoldiring. Shu kommentlar ichidan bitta qizni tanlab olaman va shu raqamlarga oid bitta praktikani beraman.